Assalomu alaykum aziz do'stlar, qadrli tomoshabinlar. Bugun men siz bilan juda dolzarb, ba'zilarimizni esa jiddiy tashvishga solgan bir mavzu haqida gaplashmoqchiman. So'nggi paytlarda internetda, ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda aksil qonun qabul qilindi. Fuqarolar o'z kvartirlaridan ayriladilar aksil kabi sarlavhalar ostida tarqalayotgan xabarlarni ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin. Bu sarlavha albatta odamni dahshatga soladi, xavotirga qo'yadi. Chunki bu har birimizning eng qimmatli mulkimiz, uy-joyimizga taalluqli masala. Ko'pchilik mening kvartiramni tortib olishadimi? Men uysiz qolamanmi? degan savollar bilan bizga murojaat qilishmoqda. Shuni ochiq aytishim kerakki, bu xabarning mohiyatini noto'g'ri talqin qilishdan yoki undan foydalanib odamlarni qo'rqitishdan boshqa narsa emas. Lekin bu degani sizga hech narsa xavf solmaydi degani emas. Bugungi videomizda biz ushbu mavzuni eng kichik detallarigacha ko'rib chiqamiz. Yangi qonun deb atalayotgan holatlarning asl mohiyatini tushuntirib beraman. Bu ma'lumotlar har biringiz uchun nihoyatda muhim, chunki u sizning mulkingiz. Oilangizning tinchligi va moliyaviy barqarorligi bilan bog'liq. Shuning uchun diqqat bilan eshiting va videoning biror joyini o'tkazib yubormang. Hozirning o'zidayoq kanalimga obuna bo'lib qo'yishingizni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu menga siz uchun yanada ko'proq foydali va muhim ma'lumotlarni tayyorlashimga yordam beradi. Muammoning asosi. Avval qanday edi va hozir nima o'zgardi? Keling avvalo shuni aniqlashtirib olaylik. O'zbekistonda hech qanday qonun bevosita fuqarolarning kvartiralarini tortib olish maqsadida qabul qilingani yo'q. Bunday sarlavhalar yolg'on xabarlar toifasiga kiradi. Biroq bu degani mutlaqo hech qanday o'zgarishlar yo'q degani emas. Gap shundaki, oxirgi yillarda qonunchilikda, ayniqsa mulkchilik munosabatlari, qurilish, kommunal xizmatlar uchun to'lovlarni undirish va ijro ishlari sohasida bir qator o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Bu o'zgarishlar aslini olganda mulk huquqlarini mustahkamlash, shaffoflikni oshirish, qurilishdagi tartibsizliklarga chek qo'yish va davlat byudjetiga yoki kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarga bo'lgan qarzdorlikni o'z vaqtida undirishga qaratilgan. Avvallari masalan, kommunal to'lovlar bo'yicha katta qarzlar yig'ilib qolsa ham, ko'pincha fuqarolarda mulkini tortib olish holatlari juda kamdan kam kuzatilardi. Sudlar va ijro organlari asosan boshqa mol-mulkka qaratardi yoki qarzni bo'lib to'lash imkoniyatini berardi. Jarayon juda uzoqqa cho'zilishi mumkin edi va ba'zi fuqarolar bunga beparvo qarar edi. Qolaversa, ko'plab o'zbolarchilik bilan qurilgan inshootlarga nisbatan ham yillar davomida ko'z yumib kelingan holatlar mavjud edi. Ba'zi fuqarolar hatto o'z uylarini rasmiylashtirish yoki kadastr hujjatlarini yangilash masalasiga ham beparvolik bilan yondashgan. Mulk huquqining to'liq rasmiylashtirilmaganligi yoki hujjatlarning tartibsizligi esa keyinchalik jiddiy muammolarga olib kelishi mumkin edi. Hozir nima o'zgardi? Qonunchilik va amaliyot mulkchilik munosabatlarida yanada shaffoflik va intizomni talab qila boshladi. Masalan, qarzdorlikni undirish mexanizmlari takomillashtirildi. Bu esa ijro organlariga ko'proq vakolat berdi. Endi sud qarorlari asosida qarzni undirish jarayonlari tezlashishi mumkin. Xususan, uy-joy kommunal xizmatlar uchun to'lovlar bo'yicha majburiyatlar bajarilmagan taqdirda. Sud orqali qarzdorlikni undirishning samaraliroq yo'llari joriy etilmoqda. Shuningdek, noqonuniy qurilishlarga qarshi kurash kuchaytirildi. Agar ilgari o'zbolarchilik bilan qurilgan binolarni ma'lum bir to'lov evaziga rasmiylashtirish imkoniyati kengroq bo'lgan bo'lsa, hozirda bu boradagi talablar ancha qat'iylashgan. Ayniqsa, xavfsizlikka tahdid soladigan yoki shaharsozlik normalarini jiddiy ravishda buzadigan noqonuniy qurilishlar buzib tashlanishi mumkin. Mulk huquqini davlat ro'yxatdan o'tkazish masalasiga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Agar sizning mulkingiz kadastr hujjatlarida to'liq rasmiylashtirilmagan bo'lsa, bu kelajakda siz uchun muammolar tug'dirishi mumkin. Demak, hech kim sizdan bexosdan kvartirangizni tortib olmaydi. Ammo o'z majburiyatlaringizga beparvolik bilan yondashsangiz, qonuniy talablarni bajarmasangiz yoki mulk huquqini rasmiylashtirishni kechiktirsangiz, jiddiy muammolarga duch kelishingiz va hatto eng yomon ssenariyda mulkingizdan ayrilishingiz ehtimoli bor. Asosiy qism B. Nimalarni bilish kerak? Kim xavotir olish kerak va kim xavotir olmasligi kerak? Keling. Bu masalani batafsil ko'rib chiqaylik. Nimalarni bilishingiz kerak? Kimlar ayniqsa ehtiyot bo'lishi va kimlar xotirjam bo'lishi mumkin? Nimalarni bilishingiz kerak? Avvalo, har bir mulkdor o'z mulkiga oid barcha hujjatlar, ya'ni kadastr pasporti,
mulk huquqini tasdiqlovchi hujjat, oldin berilgan order, notarial tasdiqlangan oldi sotdi shartnomasi, meros guvohnomasi va boshqalar tartibda ekanligiga ishonch hosil qilish kerak. Shuningdek, kommunal xizmatlar, gaz, elektr, suv, issiqlik, chiqindi yig'ish, uy-joy fondiga xizmat ko'rsatish bo'yicha qarzdorligingiz yo'qligiga doimiy ravishda amin bo'ling. Agar qarzingiz bo'lsa, uni imkon qadar tezroq bartaraf etishga harakat qiling. Davlat soliq xizmatiga to'lanadigan mulk solig'i va yer solig'i bo'yicha ham majburiyatlaringizni unutmang. Bu eng asosiy va oddiy qadamlar bo'lib, ko'plab muammolarning oldini oladi. Kim xavotir olishi kerak? Iri, uzoq muddatli va katta miqdordagi qarzdorligi bor fuqarolar. Bu eng katta xavf omillaridan biridir. Agar siz kommunal to'lovlar, ipoteka kreditlari, boshqa bank kreditlari yoki davlat soliq xizmatiga bo'lgan majburiyatlaringizni uzoq vaqt davomida bajarmagan bo'lsangiz va bu qarzdorlik sezilarli darajada oshib ketgan bo'lsa, siz jiddiy xavf ostida bo'lishingiz mumkin. Sudlar va ijro organlari bunday holatlarda qarzni undirish maqsadida avvalo boshqa mol-mulkingizga qaratadi. Ammo agar boshqa mol-mulkingiz bo'lmasa yoki u qarzni qoplashga yetarli bo'lmasa, qonunchilikka ko'ra yashash uchun yagona bo'lgan uy-joyga qaratish ham mumkin bo'lgan holatlar mavjud. Garchi bu eng so'nggi chora bo'lsa-da, mutlaqo imkonsiz emas. Misol, tasavvur qiling, Toshkent shahrida yashovchi A ismli fuqaro bor. Uning oilasi 3 kishidan iborat. Ular bir xonadonning egasi. So'nggi 3 yil davomida kommunal to'lovlarni muntazam ravishda to'lamay kelgan. Dastlabki 1 yilda qarz miqdori 3-4 million so'mni tashkil etgan. Kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar unga bir necha bor ogohlantirishlar yuborgan, ammo u e'tibor bermagan. Ikkinchi yilda qarz 8-10 million so'mga yetgan, jarimalar va penaltilar qo'shilgan. 3-yilga kelib qarz 11 million so'mdan oshib ketgan. Bu miqdor uchun tashkilot sudga murojaat qilgan. Sud A'dan qarzni undirish to'g'risida qaror chiqargan va ijro varaqasi ijro organlariga yuborilgan. Ijrochilar avval A ning bank hisob varaqalarini tekshirishgan, boshqa mulki, avtomobil, yer uchastkasi bor yo'qligini aniqlashgan. Ma'lum bo'lishicha, uning bank hisobida pul yo'q, avtomobil ham yo'q. Shundan so'ng ijro organlari uning kvartirasini qarzni undirish obyekti sifatida ko'rib chiqa boshlaydi. Agar bu uning yagona uy-joy bo'lsa ham, qonun ijrochilariga ma'lum shartlar ostida, masalan, agar qarz juda katta bo'lsa va boshqa variantlar qolmagan bo'lsa, ushbu mulkni sotish orqali qarzni undirish imkoniyatini beradi. Ning oilasi agar vaqtida choralarni ko'rmaganda o'z kvartirasidan ayrilishi mumkin edi. Ammo sud amaliyotida yagona uy-joyni tortib olishdan oldin hamma imkoniyatlar ishlatiladi va odatda qarzni to'lash uchun qo'shimcha muddat beriladi. Lekin qonunni bilmaslik yoki atayin e'tiborsiz qoldirish oxir-oqibat jiddiy muammolarga olib kelishi mumkin. 2. Noqonuniy yoki ruxsatsiz qurilishlarni amalga oshirgan fuqarolar. Agar siz o'z kvartirangizda yoki uy-joyingizning yonida, hatto kadastr hujjatlarida ko'rsatilgan chegaralar ichida bo'lsa ham, ruxsatsiz o'zgartirishlar, qo'shimcha qurilishlar, masalan, balkonni kattalashtirish, oshxona kengaytirish, xonani qo'shimcha qurish qilgan bo'lsangiz, shaharsozlik normalariga rioya qilmasdan qurilish qilgan bo'lsangiz, siz ham ma'lum xavf ostidasiz. Yangi qonunchilik shaharsozlik qoidalari va me'yorlarga rioya etishni qat'iy talab qiladi. Bunday noqonuniy qurilishlar sud qarori bilan buzib tashlanishi mumkin. Agar bu buzilishi kerak bo'lgan qism uy-joyning ajralmas qismi bo'lsa va uni ajratish imkoni bo'lmasa, bu hatto butun mulkning taqdiriga ta'sir qilishi mumkin. Misol, bu ismli fuqaro ko'p qavatli uydagi o'z kvartirasining balkonini qo'shni bo'sh yer hisobiga kengaytirgan. U buning uchun tegishli ruxsatnomalarni olmagan. Qo'shnilar yoki uy boshqaruv shirkatidan shikoyat tushgach, qurilish nazorati organlari tekshiruv o'tkazgan. Ular B'ga noqonuniy qurilishni buzish bo'yicha ko'rsatma berishgan. B bunga e'tibor bermagan. Natijada ish sudga oshirilgan. Sud B'ning qurilishi shaharsozlik normalariga zid ekanligini, xavfsizlikka tahdid solishi mumkinligini inobatga olib, uni buzish to'g'risida qaror chiqargan. Agar B sud qaroriga rioya qilmasa va qurilishni o'z hisobidan buzmasa, bu ish majburiy ijroga qaratiladi va B ning mulkiga zarar yetkazilishi mumkin. Shuningdek, buzish xarajatlari uning zimmasiga tushadi. Agar bu qurilish butun kvartiraning strukturaviy mustahkamligiga ta'sir qilsa, bu yanada jiddiy muammolarga olib kelishi mumkin. Mulk huquqi bo'yicha hujjatlari to'liq rasmiylashtirilmagan yoki kadastr hujjatlarida nomuvofiqliklar mavjud bo'lgan fuqarolar. Ba'zi hollarda odamlar uylarini sotib olgan
meros qilib olgan yoki qurishgan. Lekin barcha hujjatlarni yakuniga yetkazmagan bo'lishlari mumkin. Masalan, eski orderlar, notarial tasdiqlanmagan shartnomalar yoki kadastr hujjatlarida xato va nomuvofiqliklar bo'lsa, bu kelajakda huquqiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Ayniqsa, mulkning chegara chizig'i, maydoni yoki maqsadida nomuvofiqliklar bo'lsa, bu uchinchi shaxslar bilan nizolarga yoki hatto mulk huquqini e'tirof etishni talab qiluvchi sud jarayonlariga olib kelishi mumkin. Misol, ismli fuqaro 5 yil oldin bir uyni notarial tasdiqlash shartnomasiz qo'l yozma shartnoma asosida sotib olgan. U shu vaqt davomida ushbu uyda yashagan, kommunal to'lovlarni to'lagan, lekin mulk huquqini o'z nomiga rasmiylashtirmagan. Eski egasi vafot etgan va uning merosxo'rlari yashayotgan uyni o'z merosiga kiritib, uni sotmoqchi bo'lgan. Uyni sotib olganligini isbotlash uchun sudga murojaat qilishga majbur bo'ladi. Agar u qo'l yozma shartnomaning qonuniy kuchini isbotlay olmasa yoki oldingi egasining merosxo'rlari bilan kelisha olmasa, sud uyni merosxo'rlarga qaytarib berish to'g'risida qaror chiqarishi mumkin. O'z uydan ayrilishi mumkin. Chunki u mulk huquqini o'z vaqtida va qonuniy tarzda rasmiylashtirmagan. Kim xavotir olmasligi kerak? 1. O'zining mulk huquqi hujjatlari to'liq rasmiylashtirilgan kadastr hujjatlari tartibda bo'lgan fuqarolar. Agar sizning mulk huquqingiz davlat ro'yxatidan o'tkazilgan bo'lsa, kadastr hujjatlaringiz yangi talablarga mos kelsa, mulk chegaralari aniq belgilangan bo'lsa, sizning xavotir olishingizga deyarli hech qanday asos yo'q. Kommunal to'lovlar, soliqlarni o'z vaqtida to'laydigan va kreditorlar oldida qarzdorligi bo'lmagan fuqarolar. Agar siz o'z moliyaviy majburiyatlaringizni mas'uliyat bilan bajarsangiz, banklar, kommunal xizmatlar va davlat oldida qarzdorligingiz bo'lmasa, sizning mulkingizga hech qanday xavf solmaydi. Qonun doirasida va o'z majburiyatlarini to'g'ri bajargan fuqarolarning mulk huquqlari himoya qilinadi va hech kim ularning uy-joyiga tajovuz qila olmaydi. O'zining mulki bilan bog'liq barcha o'zgarishlarni, masalan, ta'mirlash, rekonstruksiya qilish tegishli tartibda rasmiylashtirgan fuqarolar. Agar siz o'z kvartirangizda yoki uy-joyingizda biron bir o'zgartirish kiritmoqchi bo'lsangiz va buni qonuniy yo'l bilan tegishli ruxsatnomalarni olib amalga oshirgan bo'lsangiz, siz ham xotirjam bo'lishingiz mumkin. Asosiy qism 2. Qoidadan istisnolar. Tuzoqlar va noaniq nuanslar qonunchilik murakkab tizimdir va unda har doim istisnolar. O'ziga xos holatlar va noaniq nuanslar mavjud. Fuqarolar o'z kvartiralaridan ayrilishi mumkin bo'lgan holatlarni tushunishda aynan shu jihatlarga alohida e'tibor berishimiz kerak. Qoidadan istisnolar. 1. Yagona uy-joyni tortib olishning cheklanishi. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik protsessual kodeksining 370 moddasida fuqaroning yashashi uchun yagona bo'lgan uy-joyga undiruv qaratishga yo'l qo'yilmaydigan mulk turlari sanab o'tilgan. Bu juda muhim kafolat. Ammo shuni ham tushunish kerakki, bu qoida har doim ham mutlaq emas. Masalan, agar uy-joy ipoteka krediti bo'yicha garovga qo'yilgan bo'lsa va kredit majburiyatlari bajarilmasa, undiruv garovdagi mulkka qaratilishi mumkin, garchi u yagona uy-joy bo'lsa ham. Shuningdek, qarz miqdori juda katta bo'lgan va qarzdorning boshqa hech qanday mulki yo'q bo'lgan holatlarda sud va ijro organlari tomonidan yagona uy-joyni sotish orqali qarzni undirishga ruxsat berilishi mumkin. Lekin bu eng so'nggi chora hisoblanadi va bunda odatda qarzdorga va uning oila a'zolariga boshqa yashash joyi topish uchun ma'lum muddat beriladi yoki ularning huquqlarini himoya qilish uchun boshqa choralar ko'riladi. 2. Meros masalalari va umumiy mulk. Agar uy-joy bir necha kishiga umumiy mulk huquqi asosida tegishli bo'lsa va ulardan biri o'z ulushini sotmoqchi bo'lsa, qolgan mulkdorlar ustun sotib olish huquqiga ega. Ammo agar ularda bu ulushni sotib olishga imkoniyat bo'lmasa yoki ular orasida nizolar paydo bo'lsa, sud qarori bilan butun mulkni sotib olingan pulni ulushlarga qarab taqsimlash holatlari ham uchraydi. Bu bevosita tortib olish emas, balki mulkni bo'lishning qonuniy yo'li bo'lib, ba'zan undan mulkdorlar o'z ixtiyori bilan foydalanadilar. Davlat ehtiyojlari uchun mulkni tortib olish. Bu ham istisno holat bo'lib, uyingiz davlat va jamoat ehtiyojlari uchun olib qo'yilishi mumkin. Lekin bunda mulkdorga bozor narxida to'liq kompensatsiya to'lanadi yoki teng qiymatdagi boshqa uy-joy beriladi. Bu tortib olish emas. Balki mulkni sotib olishning maxsus turi bo'lib, O'zbekiston Respublikasining Yer kodeksi va tegishli hukumat qarorlari bilan tartibga solinadi. Bunda mulkdorning huquqlari jiddiy himoya qilinadi. Tuzoqlar va noaniq nuanslar. 1. Qonunni bilmaslik va huquqiy savodsizlik.
Eng katta tuzoqlardan biri bu qonunni bilmaslikdir. Ko'plab fuqarolar o'z huquqlari va majburiyatlari haqida yetarli ma'lumotga ega emaslar. Natijada ular kelgan ogohlantirish xatlariga e'tibor bermaydilar. Sudga chaqiruv qog'ozlarini rad etadilar yoki hatto qarz undirish bo'yicha ijro hujjatlariga qarshi choralar ko'rmaydilar. Bu esa vaziyatni yanada og'irlashtirib, mulkni yo'qotish xavfini oshiradi. Misol, F ismli fuqaro bankdan 100 million so'm ipoteka krediti olib uy sotib olgan. U dastlabki 1 yil to'lovlarni muntazam o'tkazgan, ammo keyinchalik ish yomonlashib, to'lovlarni o'tkazmay qo'ygan. Bank unga ogohlantirish xatlari yuborgan, qo'ng'iroq qilgan, hatto sudga murojaat qilishini bildirgan. F bu xatlarni o'qimagan, qo'ng'iroqlarga javob bermagan, hech narsa bo'lmas deb o'ylagan. Bir necha oydan so'ng bank sudga murojaat qilgan va sud F ning uyini garov shartnomasi asosida sotish orqali qarzni undirish to'g'risida qaror chiqargan. F sud qarori haqida ham uning eshigi tagiga kelgan ijrochilar orqali bilgan. Agar F o'z vaqtida bank bilan muloqotga kirishib, qarzni qayta tuzatish yoki to'lov muddatini uzaytirish masalasida kelishuvga erishganda uyini saqlab qolishi mumkin edi. Lekin u qonuniy jarayonga to'liq beparvolik bilan yondashgan. 2. Firibgarlik sxemalari. Afsuski, mulk sohasida firibgarlik holatlari ham uchraydi. Ba'zi shaxslar fuqarolarning huquqiy savodsizligidan foydalanib, ularning mulklarini noqonuniy yo'llar bilan o'zlashtirishga harakat qiladilar. Masalan, ishonchnomani noto'g'ri rasmiylashtirish orqali yoki qarz shartnomalarini shunday tuzish orqali qarzni qoplamagan taqdirda uy joyini egallashni ko'zlashlari mumkin. Bunday firibgarlik sxemalaridan saqlanish uchun har doim notarial tasdiqlangan hujjatlarga ishonish, barcha shartnomalarni sinchiklab o'rganish va shubhali takliflarga e'tibor bermaslik kerak. 3. Mulkning huquqiy maqomini o'zgartirishdagi xatolar. Ba'zan fuqarolar o'zlariga tegishli bo'lmagan yer uchastkalarini egallab olib, ularda qurilish ishlarini amalga oshiradilar. Bu esa yer qonunchiligining buzilishi hisoblanadi va kelajakda buzish qarorlariga olib kelishi mumkin. Shuningdek, mulkni turar joy fondidan noturar joy fondiga o'tkazishda yoki aksincha hujjatlarni noto'g'ri rasmiylashtirish ham jiddiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Har qanday o'zgartirishni vakolatli organlar bilan kelishgan holda qonuniy tartibda amalga oshirish shart. 4. Uzoq vaqt davomida yashash joyining yo'qligi. Agar mulkdor uzoq vaqt davomida o'z yashash joyida yashamasa, kommunal xizmatlarni to'lamasa va mulkiga qaramasa, uchinchi shaxslarning, masalan, qo'shnilarning shikoyatlari asosida tekshiruvlar o'tkazilishi mumkin. Ba'zi hollarda agar uy joy bo'sh qolib, qarovsiz holatga kelib qolsa, bu mulkning taqdiri bilan bog'liq boshqa qonuniy jarayonlarni keltirib chiqarishi mumkin. Bu ayniqsa merosxo'rlari aniq bo'lmagan yoki chet elda yashaydigan shaxslarning mulklari uchun xosdir. 5. Kadastr hujjatlaridagi mayda xatolar. Ba'zida kadastr hujjatlarida uy joyining maydonida, qavatlar sonida yoki xonalar sonida arzimas tuyulgan nomuvofiqliklar bo'lishi mumkin. Bu kabi xatolar uyni sotish, garovga qo'yish yoki meros qoldirishda jiddiy to'siqlarga aylanishi mumkin. Vaqti bilan kadastr hujjatlaringizni tekshirib turish va aniqlangan xatolarni tuzatish uchun murojaat qilish juda muhimdir. Bu holatlar mulkni bexosdan tortib bo'lish emas, balki mulkdorlarning o'z majburiyatlariga beparvolik bilan yondashishi yoki qonuniy talablarni buzishi natijasida yuzaga keladigan og'ir oqibatlardir. Shuning uchun har bir fuqaro o'z mulkiga nisbatan mas'uliyatli bo'lishi va barcha qonuniy talablarga rioya qilishi shart. Amaliy maslahatlar tomoshabin nima qilish kerak? Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Ushbu xavotirlarni bartaraf etish va mulkingiz xavfsizligini ta'minlash uchun qanday amaliy qadamlarni tashlashingiz lozim? Men sizga aniq, tushunarli ko'rsatmalar beraman. 1. Mulk hujjatlaringizni to'liq tekshiring va tartibga keltiring. Bu eng birinchi va asosiy qadamdir. Nima qilish kerak? Darhol uy joyingizning kadastr pasportini, mulk huquqini tasdiqlovchi hujjatlarni, oldi-sotdi shartnomasi, meros guvohnomasi, davlat orderi va boshqalar qo'lga oling. Ularning barchasi mavjudligiga va tartibda ekanligiga ishonch hosil qiling. Qayerga borish kerak? Agar kadastr pasportingiz yo'q bo'lsa yoki eskirgan bo'lsa, Davlat kadastrlar palatasining hududiy bo'limlariga murojaat qiling. Agar oldi-sotdi shartnomangiz yoki boshqa mulkni o'tkazishga oid hujjatlaringizda kamchiliklar bo'lsa, notariusga murojaat qiling. Qanday hujjatlar kerak? Shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat, pasport, mulkka oid mavjud barcha hujjatlar. Agar bo'lsa, davlat boji to'langanligi haqidagi kvitansiya. Qanday yozish kerak?
Kadastr hujjatlarini yangilash yoki mavjud hujjatlarga aniqlik kiritish bo'yicha ariza namunalari kadastr bo'limlarida mavjud bo'ladi. Notariusda esa shartnomalarni tasdiqlash yoki merosni rasmiylashtirish bo'yicha standart tartib mavjud. Barcha turdagi qarzdorliklarni tekshiring va to'lang. Bu sizning mulkingiz xavfsizligining eng muhim omillaridan biridir. Nima qilish kerak? Kommunal xizmatlar, gaz, elektr, suv, issiqlik chiqindi, uy joyga xizmat ko'rsatish bo'yicha to'lovlar, mulk solig'i, yer solig'i, shuningdek bank kreditlari bo'yicha qarzlaringiz bor yo'qligini tekshiring. Qayerga borish kerak? Har bir kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotning abonent bo'limlariga, davlat soliq xizmatining hududiy inspeksiyalariga, soliq sayti orqali onlayn tekshirish ham mumkin. Shuningdek, xizmat ko'rsatuvchi banklarga murojaat qiling. Uzaspot tizimi orqali ham qarzdorlikni tekshirish imkoniyatlari mavjud. Qanday hujjatlar kerak? Shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat, mulk hujjatlari, oldingi to'lov kvitansiyatlari agar mavjud bo'lsa. Har bir tashkilotda qarzdorlikni aniqlash bo'yicha ariza namunalari mavjud bo'ladi. Qarzingiz bo'lsa, uni imkon qadar tezroq to'lashga harakat qiling. Agar birdaniga to'lash imkoni bo'lmasa, to'lovlarni bo'lib to'lash bo'yicha shartnoma tuzish haqida so'rang. 3. Noqonuniy qurilishlarni qonuniylashtirish yoki buzish choralarini ko'ring. Agar sizning mulkingizda ruxsatsiz qurilishlar mavjud bo'lsa, bu jiddiy muammo tug'dirishi mumkin. Nima qilish kerak? Noqonuniy qurilish bor yo'qligini aniqlang. Agar mavjud bo'lsa, uni qonuniylashtirish imkoniyatini o'rganing. Qayerga borish kerak? Davlat xizmatlari markaziga yoki shahar, tuman qurilish bo'limlariga murojaat qiling. Ulardan noqonuniy qurilishni qonuniylashtirish tartibi haqida ma'lumot oling. Qanday hujjatlar kerak? Pasport, mulk hujjatlari, qurilishga oid mavjud barcha hujjatlar, texnik pasport. Qanday yozish kerak? Noqonuniy qurilishni qonuniylashtirish bo'yicha ariza namunalari mavjud bo'ladi. Agar qonuniylashtirish imkoni bo'lmasa, o'z hisobingizdan uni buzib, dastlabki holatiga qaytarish bo'yicha choralar ko'rishingiz kerak. Bu keyinchalik majburiy buzish va qo'shimcha xarajatlardan sizni qutqaradi. 4. Huquqiy maslahat oling. Agar sizning holatingiz murakkab bo'lsa, bir nechta muammolar mavjud bo'lsa yoki yuqoridagi maslahatlarni mustaqil ravishda bajarishga qiynalsangiz, mutaxassis yordamiga murojaat qiling. Nima qilish kerak? Tajribali huquqshunos yoki advokat toping. Qayerga borish kerak? Advokatlik firmalariga, yuridik xizmat ko'rsatish markazlariga murojaat qiling. Qanday hujjatlar kerak? Sizni qiziqtirgan masalaga oid barcha mavjud hujjatlar, mulk qarz yozishmalar va qanday yozish kerak? Advokatga murojaat qilishdan oldin o'z muammongizni aniq va tushunarli tarzda ifodalovchi yozma bayonot tayyorlashingiz mumkin. Bu advokatga holatingizni tezroq tushunishga yordam beradi. 5. Davlat organlari va tashkilotlardan kelgan xatlarga e'tibor bering. Hech qachon pochta orqali kelgan ogohlantirish xatlariga, sud chaqiruvlariga, ijro organlarining talablariga beparvo qaramang. Nima qilish kerak? Har bir xatni diqqat bilan o'qib chiqing. Uning mohiyatini tushunishga harakat qiling. Agar tushunmasangiz, yuqoridagi kabi huquqshunosga murojaat qiling. Qayerga borish kerak? Xatni yuborgan tashkilotga o'z vaqtida murojaat qiling. Javob xati yozing yoki uchrashuvga boring. Qanday hujjatlar kerak? Kelgan xatning o'zi, shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat. Qanday yozish kerak? Yozma javob xati tayyorlang. Unda o'z pozitsiyangizni bayon qiling va zarur bo'lsa, yordam so'rang yoki holatni tushuntiring. Barcha yozishmalarni saqlab qo'ying. Bu amaliy qadamlar sizga nafaqat mulkingizni saqlab qolishga, balki kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan huquqiy muammolarning oldini olishga ham yordam beradi. Unutmang, ogohlangan, qurollangan demakdir. Xulosa va yakuniy chaqiriq aziz tomoshabinlar. Bugungi videoda men sizga ashil qonun qabul qilindi, fuqarolar o'z kvartiralaridan ayriladilarmish degan shov-shuvli xabarning asl mohiyatini tushuntirishga harakat qildim. Xulosa qilib aytganda, bu to'g'ridan to'g'ri mulkni tortib olishni nazarda tutuvchi biror yangi qonun emas. Bu asosan mulkdorlarning o'z huquq va majburiyatlariga nisbatan mas'uliyatini oshirishga qaratilgan qonunchilikdagi kuchayishdir. Agar siz mulk hujjatlaringizni tartibda tutsangiz, kommunal to'lovlar va soliqlarni o'z vaqtida to'lasangiz, ruxsatsiz qurilishlarga yo'l qo'ymasangiz va davlat organlaridan kelgan murojaatlarga e'tiborli bo'lsangiz, mulkingiz xavfsizligiga hech qanday xavf tug'ilmaydi. Har bir inson o'z mulkiga nisbatan mas'uliyatli bo'lishi, o'z huquqiy savodxonligini oshirishi zarur. Qonunni bilmaslik javobgarlikdan ozod qilmaydi. Aksincha,
bilmaslik ko'pincha qimmatga tushadi. Shuning uchun men bergan amaliy maslahatlarga amal qiling. O'zingizni va yaqinlaringizni himoya qilish uchun hozirdayoq harakatni boshlang. Umid qilamanki, bu video siz uchun juda foydali bo'ldi. Agar sizda bu mavzu bo'yicha yana savollar bo'lsa yoki o'z fikr mulohazalaringizni bildirishni istasangiz, izohlarda yozib qoldiring. Men ularning barchasini o'qib chiqaman. Videoga like bosishni va kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda siz bilan yana uchrashguncha o'zingizni ehtiyot qiling.